Endi как animatsion ishlanyapti, demak oshqozon kislotasidan olyapti. Endi obrazni tushuntirganda tishni ham kemirib boradigan darajada, shu darajada agressivniy, shu darajada kuchli bir kislota. Даже mana shu stakanni o'zini yemirib boradigan darajada. Lekin nima uchun oshqozonni o'zini yemirib bormaydi mana shu kislotalar? Chunki oshqozonni ustida yupqa qavat bo'ladi. Mana shu agressivniy oshqozonni suyuqligidan himoya qilib turadigan qavat. Bu endi har xil yallig'lanish fonlari ta'sirida, demak, o'sha shira, ya'ni shira bu xlorid kislota tarkibli, juda kuchli kislota mana shu yupqa himoya qavatini, shilliq qavatni yemirishni boshlaydi va bu boshlang'ich davrida poverxностный gastroduodenit deymiz, ya'ni yuzaki oshqozon va 12 barmoq ichak yallig'lanish kasalligi. Endi bu bora-bora eroziyalar, ya'ni yara oldi holati, yara kasalliklari va yarani tekshirish bilan qon ketishi yokida yarani malignizasiyasi deyiladi, ya'ni yomon sifatli o'sma holatigacha o'tkazishga sabab bo'ladigan omil hisoblanadi.